Maktab faxri, Asinov kelibdimi? Faqat qizlar bilan bellashadi. Hay, endi Bni bolalari qizlarning orqasiga bekingandan keyin kim bilan bellashamiz? Hoy, nima bo'lyapti? Nimani bo'lish omadilaring? Tezda hal qiling. Qani tez ham men darsimga kirchi. Bor darsingga. Salom. Hali gaplashamizsanmi? Rahmonjon. Bugun darsdan keyin sinfdoshlar bilan parkka bormoqchi edik. Borasanmi bilan? Yo'q. Ukam uyga borib tashlashim kerak bu. Mayli. Qo'ying, to'xtat. Mana senga. Menga? Menga qara. Bizning sinfda bolalar yonida vashcha ko'rmaysan, tushundingmi? O'rtasidan qo'yib dedim senga. Maktab bahanda ishlari qalay? Qattonligimi gap-a? Hamma biladi-yu, kecha Shohru xuribsiz-ku. Ha, sen bu gaplarni qo'y. Undan ko'ra o'qishingni qil. Tirnovkangni qil. Xo'p aka. Ibrohim, Nima? uyga o'zing bora olasan-a? Oyim so'rasalar nima deydi? Qo'shimcha darsga qoldi degan. Xo'p. Davay. Assalomu alaykum, qo'shimcha dars. Qalaysan? Yomon. Nimaga? Hazillashdim. Yaxshi. Ketdikmi? Qayerga? Aylanamiz. Mayli. Shu Rahmatjon ham jonimga tegib ketdi-da. Menga ham Parvina umuman yoqmayapti. Menda bitta plan bor. Faqat sen yordaming kerak. Shohruh san bilan darsdan keyin birga urushmoqchi ekan. Maktab orqasida. Men bolalarni yig'yapman o'sha. Birga bir degan bo'lsa shart emas bolalar. Shohruhni bilasan o'rtoq, talpib bo'lib ketadi. D sinf ham kakras bizga tarafda. Biz boramiz ishonga. Talpa shakarda bo'ladi.